korxonamiz bekilganiga depressiyaga tushib qolganmanda. O'shanda hech qayerga borgim kelmadi, anaqa qilmadi. Keyin ustozim chaqirgandan keyin keldim. Mana shuni tavsiya qilishdi menga. Men ichishni boshladim. Уже 2 haftada men уже boshqacha bo'lib qoldim. Boshqacha odam. Endi kulib turadigan odam bo'lib qoldim, maqsadli odam bo'lib qoldim. Hayotga anaqa intilish bo'lib qoldi. Men bu qizil xurmoni sharbati, krasnoye palmovое масло, men shuni ichganimda bu yoqda judayam ko'p vitamin anaqalar borda, yoshartiradigan Q10 degan kofermenti bor, o'shanga yosharishni boshladim. Men shuni ichganimdan keyin. Keyin bu yoqda skvalin bor, против раковый. Shuni ham menda уже boshlanyapti. O'shaning uchun o'shani ham yo'q qilib berdim men shu narsa. Bu juda ham ajoyib narsa. Men shuni bir choy qoshiqdan 3 mahal ichganman ovqatdan oldin. Keyin buni suvga solib ichganman. O'sha suvni 2,5-3 litr bir kunda ichganman. Zo'r natija. Nimaga? Bu tomirlarni tozalaydi. Mikroelementlarni to'ydirib beradi. Keyin очисткаga men bu kolloidное серебро ichganman. Kumush suv. Bu 650 xil infeksiyaga qarshi yana glisinoviy vazellarni chiqazib tashlayotgan. Tirik holda.